Bo'pti, yaxshi o'tirmay ishga ketdim. To'xtang, mana shu musorlarni olib keting. Ashi kelishingda eslatsa-ham katta musor paket olib kelaman. Qiynalib yurmaysan-a? Nimaga musor paket olib kelasiz? Mana alohida solib ketsa nima qilib hech narsa qilmaydi mana. Xaladellikning orqasi to'la paket mana. Shahron, nima qilyapsan? Qo'rqitib yubordingiz, internetda o'tiribman. Uyda o'tirsang bo'lmaydimi shu internetda? Shotim o'chgan. Qo'shni Wi-Fi'da o'tiribman. Bular boyni balolarmidi. Qo'lingda iPhone 7 uyalmaysanmi? Tur uyda o'tir, tur. Toma ko'l bo'lur. Nima qilibdi? Yaxshi borib keldingizmi? Ha. Ishda avans bermadimi? Endi tushadi Shahlo 15-kuni. Yaxshilab ishlang, sal ko'proq pul topaylik. Och qolyapsanmi? Och qolayotganmi? Endi baribir ishlash kerak-da. Yur, undan ko'ra pastga tushib bir kiyim qilib berasan, ahvolingni qara. Kiyim kerak emas menga. Nimaga menga kiyim kerak? Umuman kerak emas. Kuz kelsa nima qilib uyda o'tiribman. Uy issiq. Kerak emas. Shahlo, naskiyni qara. Tikib olani. Xo'p, buni tikib olasan, unisini-chi? Hech nima qilmaydi. Sovqatmayapman. Muhimi shu, pul ketqizmaydi. Bo'pti, yur, bir aylanib kelamiz pastga tushib. Hech qayerga bormaymiz. Mashinangiz benzini ketadi.